Sizlar bilan Solih o'g'lim keyingi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz Imperiya videosini navbatdagi qismini olamiz va bugun bizda Solihu City'ni ramziy nima deydi? Stadionni qurish boshlaymiz. Hozir bo'lmasa birinchi devorlarni shunday qurib chiqamiz, keyin ko'ramiz yana. Xo'sh, mana devorimiz ham tayyor. Endi biz hozir botdan tribunada bo'lish uchun joy ajratamiz. Mana hop, mana shunday uzunlikda bo'lsa, hozir zo'narsa g'oya kelib qoldi menga. Hozir mana bundoq yopib ketamiz-da. Bot kerak emas. O'shanda kirganda to'g'ridan aniq o'tib ketiraman. Bundoq yopib qo'ysak, chamunchalik ho'taq qo'yish shart emas. Yana ozgina kattalashtirib mumkin yoki. Mana registratsiya ham bo'ladi oldinda. Ana chiptalarni ko'rib turadigan joy, tekshiruv shunaqa joylar bo'ladi. Hop, mana bundoq qilsak, endi botda mana shundoq qilib hozir hop mana shundan hop mana bu yoqdan keyin shu bilan mana shundan o'tib davom ettirib mana shuncha set kvarts qilamiz. O mana tayyor. Hop, kelgan mehmonlar nima qiladi deydigan bo'lsanglar, mana shu yerdan o'tib hop, hozir bundoq kiradi. Ikkita eshik bo'ladi, ikkita kirish bo'ladi. Bizga hozir aniq kerak. Kvarts mana bu narsadan kerak. Chunki tribuna tepasiga chiqish uchun bundoq yopib ketiramiz, bizga farqi yo'q. Buni orqasiga hech kim o'tmaydi. Botdan sharhlovchi emas, endi bir yoqda var, bir yoqda sharhlovchilar xonasi bo'ladi. Hop. Hop, mana. Hop, mana. Mana shunda bo'lsa chotki bo'ldi. Ana shunda balandlik bo'ladi. Endi bu yoqdan ham bunday yopib qo'yamiz. Bunday qilib qo'ysak, hozir bot qilgandan keyin ko'ramiz davomini. Do'stlar, mana bizning stadion hozircha tribunalar tayyor. Endi yo'q qilish kerak. Hop, Mehmet keyin bunday stollarni bunday qo'yib chiqishimiz kerak. Mana bunday qilib atak. Ben şimdi o'zi normal turibdim yoki hozircha bizga bitta yoshi boshqacha aniq kerak ekan. Chiqish uchun zina kerak-ku. Shuning uchun men bitta qator buzib normal turibmiz. Xullas, tushuntiradigan bitta. Shunday qilib qurib chiqishim kerak. Hozir ishlarchilarni normal tamda o'tish kerak endi bu. Alohida to'xtatganim. Keyin bunday qilamiz. Bu mana chotki. Mana bu mana chotki bo'ldi. Bu chiqishga joy. Tepalariga. Hop, endi bu yog'ini sal boshqacharoq qilish niyat botdi hozir. Sal biz kichikroq qilib qo'ydimlik. Hop, hozir mana shuni to'g'rilab chiqaydi. Yana videoni ko'rsam. Hozir tribunada tayyor. Mana bu chiqish, mana bu yog'i mana shunaqa bo'lib chiqdi. Mana hozir yo'q qilish kerak. Video o'yin ovozi chiqargan uzr. Hop, mana endi ma'lumotlarni o'ynaman nima qilib qo'yib shundanmi yoki xullas hozir mana shu to'g'rilab chiqaman. Ko'rib videoni davom ettiramiz. Xo'sh do'stlar, mana bizani stadionimiz tayyor bo'ldi. Buni endi keyingi videolarda yana yaxshi emas. Hozir ozgina vaqtimiz kam bo'lgani uchun biz shuni shoshilib qurishga harakat qildik. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.